Salom hammaga. Men sizga hozir matematik fokus ko'rsataman. Mana bu chiziq. Oddiy qog'oz, bu chiziq. Bu kataklarga xohlagan raqamingni qo'yib chiq. Har bittasiga. Bunga, bunga. Qanday raqam bo'lsa? Xohlagan 10 dan 20 ga, 20 dan 30 ga, 30 dan 40, 60 gacha qo'yib chiq. Любой bo'laveradimi? Любой bo'laveradi. Davay bo'lmasa, men 43 42 qo'yaman. Keyin mo'shtiga 45 qo'yaman. Bu yerga 44 qo'yaylik. Qani. Nima qilay endi men? Xo'p. Endi men shuna qilaman, hammasi bir xil chiqadi. Raqamlaring har taraflama bir xil. Ko'rsatingchi nima qilasiz ekan? Yozing. Tak. Nima qilmoqchisiz? 8 xo'sh. Siz o'z konkret nima qilmoqchisiz? Hozir men xalaqit berma. Sarxonlik fokusini ko'ramiz hozir mana qoldirgan matematik. Qaysi maktabda o'qituvchi bo'lgansiz? Shuni ham aytib o'ting-da. Men 65-maktabga o'qiganman. Bu necha raqam? 9 mi? 9. Bizga xos chappa kamera tushiryapti. 4. 2. 6. Endi nima qilaman? Endi hisobla hamma tarafi. Men xohlagan tarafimga hisobla. Tak. 8 ga 11, 19. 19 ga 43. 62. 63. Tak. Stelga qo'yamiz. 63. 42 ga 2. 44. 7 ni qo'shsak 51. 12 ni qo'shsak 63. 63. 3 ga 45. 48. 48 ga 9. 59. Yo'q, 57. 57. Qo'shsak 6 ni 63. 63. Tak, endi 10 ga 5. 15. Qo'shamiz 19. 43 qo'shsak 63. Uncha matematikadan a'lochi emasman. Endi yana qanday hisoblay? Endi xohlagan mana bunday hisoblasang bo'ladi. Bunday hisoblasang bo'ladi. 4-chi qan 8 ga 2. 8 ga 2. 10. 19. 63. 63. 63. Yana qanday? Men undayga dedingiz-a? Undayga. 17. 8. Tak, 8 ga 45. 8 ga 45, 53. Bu ham 63 chiqyapti. 63. Yana qanday yo'q? Keyin mana bu undayga ham. Undayga so'rasam. 63 chiqadi. 7. 2 ga 9, 9 ga 9 bo'ladi. 18. 18 ya 63 chiqadi bundan keyin. Tak, 63. 63. Bundan ham chiqadi.
Bunaqasiga ham chiqar. Endi pastga ham qarab hisoblab ko'raymi? Pastga ham qarab. Tak. 13 6 ni qo'shsak 19 19 63 63 tak 47 50 59 63 siz nima bo'ldi? Hamma tomon 63 13 13 ga 45 50 58 60 yana qo'ysak 5 ta 63 63 8 ga 50 53 63 bunaqasiga ham 63 menimcha bo'ldi, hamma tomon 63 chiqtashadingiz siz. Tak, saytimiz Surxonkom aka. Siz buni qayerdan o'rgangansiz? To'g'risini ayting. Komga Siz bu matematik usullaring bu fokuslar bor. Bu yo'q, mayli, bu Surxonkom yig'ishtirib turing. Bu men hozir umuman hayron qoldim. Bunaqasiga ham chiqdi. Bunaqasiga bu oddiy matematik hisoblar. Bunga o'rtasiga ham chiqdi. Qanaqa qildingiz buni? Buni hisoblab chiqardim. Sen 100 qo'yishing mumkin edi yoki 90 qo'yishing mumkin edi. Yo'q, men xohlagan raqam qo'ysam, любой raqam chiqaramiz. Любой raqaming qo'ysang, men chiqarib beraman. Ismingiz sizda aka? Ismim Homid. Siz yana bironta fokuslar bilasizmi? Yana bironta fokuslar bilaman. Keyingi ko'rsatuvlarga yana ko'rsataman. Qarab qo'yinglar. O'zingizlar ham chizib qo'yinglar. Любой tarafiga 63. Hattoki mana 4 manamdagi ham qo'shganimizda 63 chiqdi. Xo'p. Yana ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Xayr. Sog' bo'linglar.